Yangi uylaringiz qutlug' bo'lsin deb kelgan mehmonlarni shu yerda kuzatamiz inshaalloh. Bo'laveradimi? Ha, ushbu ko'rib turgan xonadoningiz sizni yangi uyingiz bo'lish arafasida. Kvartira 3 xonali bo'lib, 4-qavatda joylashgan. 65 kvadrat metrdan iborat ekan. Kommunalkaga kiruvchi svet, suv, gaz va kanalizatsiya tarmoqlaridan muammo aslo yo'q deyishdi. Barchasi ishlab, yetib kelib turibdi ekan. Remontlarni ham ko'rib turibsiz. Yangidagi holatda. Mebel va jihozlar bilan uyg'unlikda juda bir-biriga yarashib turibdi. Fikrimizga qo'shilsangiz, bitta like bosib keting. Komfort sharoitda yashash uchun barcha qulayliklar yaratib qo'yilibdi. Ayollarimiz uchun oshxona buyumlari, mehmonlar uchun alohida xona, oilaviy xona yoki yotoqxonalar to'liq jihozlangan. Eng qizig'ini aytaymi, hamma narsa o'z o'rnida qoladi. Shu turishcha savdolashsangiz bo'ladi. Narxini 29 mingga baholashibdi. Yana ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib kelishaverasiz. Manzil Dakanaldan shundoqqina tushganda o'ng qo'ldagi 181-uy ekan. Eslatib o'taman, ushbu taklifimiz foydali maydon loyihasi doirasidan taklif qilinmoqda. U bilan ishonchli va hamyonbop, hammabop takliflarni topa olasiz. Bizni kuzatishda davom eting, yaqinlarga ham tavsiya etish esingizdan chiqmasin.